Voy aka, keldingizmi? Ana keldik. Bolalar. Voy! Bir boshdan so'ramiz. Voy, nechta bular? 1, 2, 3. 28, 29 ta bola bitta Damasda-ya. Bitta Damasda. Xuddi shunday holat Farg'onada aniqlandi. Yana ham aniqrog'i viloyatning Toshloq tumanida xizmat vazifasini olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan aynan mana shunday Damas rusumli avtomashina to'xtatilib tekshiruvdan o'tkazilganida avtotransport vositasida naq 29 nafar bolalar olib ketilayotganligi aniqlangan. 23, 24, 25, 26, 27, 28 ta. Opa bilan 29 ta, siz bilan 30 ta. Bularning hayotiga kim javob beradi? Ushbu holat yuzasidan haydovchi amaldagi yo'l harakati qoidalarining 159-bandini buzganligi uchun unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bolalar tez-tez ketib qolasizlar. Bo'ldi, mana. Voy, bayo. Voy, meni bolalar siqamatimi ishqilib? Shunchasi siqqan bu ham sig'adi. Qani. Ehtiyot bo'lib ketingda. Ana. Voy. Ana bor. Bo'ldi, ilhoq bo'lmang. Farzandini har kuni shu holatda bog'chaga yuborayotgan hurmatli ota-onalar, bolangizni kim qanday sharoitda olib ketayotganligiga aslo befarq bo'lmang, chunki farzandingizning xavfsizligiga hammadan ham ko'proq aynan siz mas'ulsiz.